Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun Mingbuloq tumanidagi Suvoqova bo'limida gul olib kelganmiz. Mana bunday bu gullarni ham men o'zim berdim. Qaranglar qanday san'at bilan ekishgan. Mingbuloqdagi Suvoqova bo'limini oldida. Qaranglar, oyamiz chizib qo'yibdilar, chizib. Bu tarafına qaranglar endi. Gilam qo'yishgan, gilam. Sog' bo'lsinlar oyamiz. Gul olishda charchamasinlar. Hozir yana bunday to'rtta rang olib kelib berganman. Shuni ham ekishadi. Qaranglar. Maza qilib tomosha qiladigan ekan. Kimga mana bunday xrizantema kerak bo'lsa, murojaat qilaveringlar, bor bunda.